Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yuraklaringiz charchadimi? Ruhingiz tinchlik istaydimi? Unda bir zikr bor. U qalbni yumshatadi, gunohlarni yengil qiladi. Bu payg'ambarimiz alayhissalomga salovat aytishdir. Rasulimiz alayhissalom bir kuni o'tiruvdilar, hujralarni oldilarida Jabroil alayhissalom keldilar. Jabroil alayhissalom kelib payg'ambarimiz alayhissalomga salom aytarkan, "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam" dedilar. "Alloh sizga salom aytadi. Yaqra'ukas salam va hozir uyingizda turgan Hadicha binti Huvaylidga ham mani nomimdan salom ayting. Va Hadicha binti Huvaylidga ham Alloh salom aytadi." Azizlar, bir tasavvuringizga keltirib ko'ring bu narsani. Alloh azza va jalla salom aytib yuborishligini. Bu masalani qanchalik darajada bu muhabbatda buni qabul qilishlik uchun qancha insonning yuragida bardosh bo'lishi kerak. Hozir birortamizga agar shu xabar bo'lsa, inson toqati juda qiyin buni ko'tarish. Bu baxtdir. Payg'ambarimiz alayhisalom kirdilar. Hadicha onamiz oldilariga kirib, "Ey Hadicha" dedilar. Ehtiyotini qilib aytibdilar haligi. Ba'zan odamlarga bir yangilikda aytganda ko'tarishlari qiyin-ku. Hadicha, hozir Jabroil amin alayhissalom farishta keldilar va sizga salom aytdi dedi. Hadicha onamiz alik oldilar. Alayhissalom xursand bo'ldilar. Uni orqasidan sekin aytibdilar-da. Yana Jabroil alayhissalom aytdiki, "Alloh azza va jalla ham sizga salom aytibdi" dedi. Hadicha onamiz yig'lab oldilar. Yig'lab turib, endi haligi salomga javob qaytarish kerak. Assalomu alaykum desa, va alaykum assalom deymiz. Assalomu alaykum degani sizga tinchlik bo'lsin degan. Allohning salomi bo'lsin, Allohning tinchligi bo'lsin. Bu javobni Allohga qilib bo'lmaydi. Alloh azza va jalla o'zi salom. Ismlardan biri salom. O'zi tinchlik beradigan zot. Hech qanday xavf yo'q. Qanday unaqa javob qaytadi? Hadicha onamizga Alloh ilhom berdi-da, Hadicha onamiz bu salomni eshitganlardan keyin Allohumma antas salam va minkas salam va ilayka yarji'us salam tabarakta va ta'alayta ya dal jalali val ikrom dedilar. Mana shuni biz har doim namozdan keyin shu duoni qilamiz. Har doim kim imomlikka o'tsa, salom bergandan keyin shu duoni qiladi. Mana shu Hadicha onamizning javoblari ekan. Bu degani Allohumma antas salam, ya Rabbi, seni o'zing salomsan. Va minkas salom, va salom ham sendan. Ya'ni tinchlik ham o'sha salomlik barakoti ham sendan. Va ilayka yarji'us salam, va hamma salomlar senga qaytadi. Tabarakta, va sen ulug' zotsan. Albatta sen ikromlik va mukarramlik egasisan. Jalollik egasisan. Jalali va ikrom. Mana shuni aytib yig'ladilar. Ya'ni bu salomni qanchalik darajada qabul qilinishligi. Endi men buni aytayotganim azizlar, men hozir sizga Alloh taolo salom aytadi degan narsani ayta olmayman. Lekin agar toqatingiz ko'tarsa, ko'zingiz yoshlansa, payg'ambarimiz alayhisalom sizga salom aytishligini aytishi mumkin. Qanday qilib? Rasulimiz alayhisalomda hadislari bor ekan. Kim agar menga salovat aytsa, qasam bilan aytadi. Qasam aytamanki, agar kim menga bitta salom aytsa, men albatta unga javob qaytaraman deganlar. Yana bir hadislarda man solla alayya salatan wahida, kim menga bir marta salovat aytsa, sallallohu alayhi ashara salovat, o'sha bandaga Alloh taolo 10 ta salovat aytadi degan. Ya'ni 10 ta Alloh salovat degani Allohdan bo'lsa rahmat degani.
Ya'ni 10 ta Alloh rahmatini yuborar ekan. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Ana shuning uchun azizlar, siz qancha ko'p payg'ambarimiz alayhissalomga salovat va salom aytsangiz, Rasulimiz alayhissalatu vasallamdan shuncha javob qabul qilasiz va Alloh haq azza va jalladan mana shuncha barakot, rahmat yog'adi. Salovatni ko'proq aytamiz. Nima uchun azizlar? Chunki salovat ko'p aytishligimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qiladi. Arablarda bir odat bor ekan, men Arabistonda safarida ko'rganman. Bir marta emas, bir nechta joyda shu narsani guvohi bo'lganman. Agar ikkita arab aytaylik yo'lda bir mashinasi bir-biriga turtilib ketadimi yoki ba'zi bir munozara bo'lib tortishib qoladimi, shu holatda urushib ketsa, o'rtada ajratayotgan odam unday qilmang deb, bizda ajratganimiz shunaqa deymiz, qo'yinglar endi unday qilmanglar, uyat bo'ladi, ayb bo'ladi deb ajratamiz. Lekin ular buni qilmas ekan. Ikkalalarni ajratayotganda solli ala Muhammad, solli ala Muhammad deb ajratar ekan. Payg'ambarimiz alayhissalatu vasallamda ismini eshitgan odam salovat aytmay iloji yo'q. Haligilar baqiryapti, ikkitasi urushyapti, bir-birini haqorat qilib urushyapti, bittasi oldiga kirdi-da, solli ala Muhammad deb. Nariga eshitgan odam Allohumma solli ala Muhammad debdi. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga araz qila olmaydi-ku. Ismlarini eshitishiga Allohumma solli ala deb aytishiga odamni jahli tushar ekan azizlar. Qarang salovat. Shuning uchun bizi xalqimizda buni maqol qilib o'tgan ishga salovat deydi. Bir narsadan xafa bo'lib ketsangiz, eskilar aytadiki, kattalarimiz, bo'pti xafa bo'lmang, o'tgan ishga salovat. Ya'ni salovat aytsangiz inson sovur ekan. Jahli chiqib ketganda, bir narsadan juda g'azablanib ketganda buni bir sinab ko'ring-da. Juda ham jahl bo'lib ketganda Allohumma solli ala sayyidina Muhammad deng, shu zahoti jahlingiz ketadi. Bir ajib bir xislat bor ekan. O'shuning uchun men ko'rdim arablarda 3 marta, 4 marta shu ajratishda solli ala Muhammad, solli ala Muhammad deb ikki tomonga aytuvdi, haliga aytib to'xtab qoldi urushlarda. Malish deb bir-biriga kechirim so'rab ketishganini men ko'rdim. Keyin o'ylab qarab surishtirsam, bilsam, mana shu juda bir ajib odat ekan. Nima uchun? Chunki o'sha salovat aytganda insonda ham jahldan tushar ekan. Salovat aytganda muhabbati ziyoda bo'lar ekan. Salovat aytganda unga muhabbat va sadoqat ziyoda bo'lar ekan. Rivoyatlarda aytadi, bir ulug'lardan, ulug' zotlardan birlari Ka'batullohni tavof qilib yursa, bir yigit, bir yosh yigit Ka'bani aylanib yotib to'xtamasdan salovat aytayapti ekan. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va ala ali sayyidina Muhammad. Nima qilsa, yursa, tursa faqat salovat aytaverar ekan. Saida ham salovat aytaverar ekan, boshqa joyda ham. Haligi zot, shayx, ulug' zot hali yigitni chaqirib, "Sen boshqa duo bilmaysanmi?" deb. Ko'pincha o'zi har birining duolari bor bilasiz. Robbana atina fid dunya hasanana aytiladi, Saida ham aytiladigan duolar, lekin faqat u salovat aytar ekan. Keyin haligi yigit aytibdiki, "Men tavofni qilib olgandan keyin sizga aytib beray. Tavofni qilib olgandan keyin bilaman boshqa duolarni. Lekin men bir voqeani guvohi bo'ldim. Aslida hajga otam bilan birga kelayotgandim. Otam birga edilar. Bir joyga kelganda otam betob bo'lib qoldilar. Kechqurunda otam qazo qilib dunyodan o'tib qoldilar. Boshlarida yig'lab o'tirdim, yaxshi niyat bilan ota bola hajga kelgan edik. Bir payt yarim tunda qarasam, xoh ishoning, xoh ishonmang deydi hali yigit aytayapti. Otamning yuzi shu qadar xuniklashib ketdiki, shu qadar odamlar ko'rsa qo'rqadigan bir darajaga kelib qoldi. Odam ko'rsa qo'rqib ketadigan holatga aylanib qoldi yuzlari. Shunday bir g'alati bo'lib ketdi, bir mahluqqa aylangandek bo'lib ketdi. Qo'rqib ketdim, xijolat bo'ldim. Nima qilaman endi? Ertaman otamni dafn qilishlikda yuvib kafanlashga odamlarni chaqirsam yana noqulay, kechqurun bir narsa qilib eplab o'zim ko'mamanmi deb deydi, juda xijolat bo'lib qoldim deydi. Otamni bunaqa holatda ko'rib. Otamni yuzini berkitib qo'yib, yig'lab uxlab qolibman deydi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kelibdilar deydi. Kelib, "Nimaga yig'layapsan? Nima bo'ldi?" deb so'radi deydi tushida.
Bilasizlarki, Rasulimiz alayhisolatu vasallam kimni tushiga kirsa bu haq tush bo'ladi. Chunki shayton payg'ambarimiz alayhisolamning ko'rinishiga kira olmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari aytganlar, kimni men tushiga kirsam, demak men haqiqatda kiribman, chunki shayton meni tushimga kira olmaydi deganlar. Haligi tushlariga kirib payg'ambarimiz alayhisalom oldiga kelib, hali yigitga nega yig'layapsan desa, qarasa turibdi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Otam shunaqa yuzi shuncha xunuk bo'lib ketdi. Juda ham xijolatman, endi hozir odamlarga nima deyman deb yig'lab o'tiribman degan ekan, yuzini och debdi. Yuzini ochgan ekan, qo'llari bilan silab qo'ygan ekanlar. 15 kundek oydek charog'on bo'lib ketibdi. Haligi yigit hayron bo'lib, buni siri nimada degan ekan, otang juda odamlarni ko'p g'iybat ig'vo qiladigan edi. Ko'p gunohkor, ko'p gunohlar qilgan edi. Lekin bitta jihati bor ediki, otangdaqa menga ko'p salovat aytadigan yo'q edi. Menga otangdaqa boshqa salovat ko'p aytadigan yo'q, shuning uchun debdilar. Hatto shafoat qildilarda bunday qilib aytsak bu dunyoda. Hali yigit aytayaptiki, mana shunaqa deb ketdilar, uyg'onib ketdim, cho'chib uyg'ondim. Otamning yuzini ochsam, otam haqiqatda ham chiroyli bo'lib qolgan ekan. Shundan beri meni og'zimdan salovat tushmayapti degan ekanlar. Haqiqatda ham azizlar, ko'proq salovat aytishimiz kerak. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Eng zo'r salovat mana shu namozdagi salovatimiz. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad mana va Allohumma solli ala Muhammad kama sollayta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim bor. O'shini aytamiz. Allohumma barik ala Muhammad va ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Mana shu salovatni Rasulimiz alayhisalom ko'p tavsiya qilganligi uchun namozda ham o'qiymiz-da. Ko'p aytaverish kerak. Salovatni ko'p aytishimiz kerak va mana shu salovat aytishlik bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qilishimiz kerak. Muhabbat azizlar, iymonimizning komilligini bir belgisi. Bu zarur narsa, chunki payg'ambarimiz alayhi salatu va sallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi va waladihi va min jami'in nas deganlar. Sizlar meni ota-onangizdan ham ko'ra, shirindan shakar farzandlaringizdan ham ko'ra, butun insoniyatdan ko'ra ko'proq sevmas ekansiz, iymoningiz mukammal bo'lmaydi deganlar. Shunaqa darajada sevish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga oddiygina muhabbat qilib bo'lmaydi. Muhabbat degani nima degani? U zotning ko'rsatmasiga muvofiq hayot kechirish degan. Agarki biz payg'ambarimiz alayhissalomni aytganidaqa yashaydigan bo'lsak, u zotning ko'rsatmasidaqa yashayapman deydigan bo'lsak, bugunlik kunda birortamizni darvozamizda qulib bo'lmaslik kerak edi azizlar. Birortamizda bir-birimizni sha'nimizga g'iybat, ig'vo bo'lmaslik kerak edi. Birortamiz bitta katta yoshlik odamga behurmatlik qilmasligimiz kerak edi. Chunki Rasulimiz alayhisalom hamma narsaga aytib qo'ydilar. Faqatgina afsuski biz tilimizda sevaman deb qo'yishligimiz uchun biz ko'p muammolarga duchor bo'lyapmiz. Ko'p salovat aytib, qalbimizni nurga to'ldiraylik. Zero har bir salovat bizga rahmat bo'lib qaytadi. Alloh barchamizni salovat aytuvchi bandalaridan qilsin. Amin.